Atiga 60 sekundda Napoleonni zakazga qiladigan variant. Uy sharoitida pestochi Napoleonni eng osonini qilamiz. Muzli suv, tuxum, tuz, uksussiz solib yaxshilab aralashtirib olamiz va buni xolodilnikka olib qo'yamiz. Ungacha muzli margarin или saryog'ni un bilan so'rka qilib olamiz. Tuxum, uksusli massamizni solib yaxshilab xamir qorib olamiz. Xamirni yengil qoramiz, mushlamaymiz. Umumiy xamirni 7-8 ta bo'lagiga bo'lib, bir marta konvert qilamiz. Xolodilnikka kamida 2 soatga yoki 1 kunga tindirishga qo'yamiz. Menda vaqtim kamligi uchun atiga 2 soatga qo'ydim. Bitta xamir olamizda unlab yoyamiz. Ahamiyatli joyi hamma joyini bir xil qilib yoyish kerak. Yoyib olingan xamirlarni xohlagan listingizni orqa tarafiga qo'yib, kesib olib, vilka tiqib, qizigan duxovkaga pishirishga qo'yib yuboramiz. Oldi va orqa tarafini qip-qizil bo'lguncha pishirib olamiz. Ko'rishlarimiz pishib chiqdi. Endi kremini qilamiz. Yumshoq sariyog' va sug'ushonкani yaxshilab aralashtirib olamiz yoki mikser qilib olamiz. Kremimiz tayyor. Endi ko'rishlarimizni xuddi videoda ko'rsatilgandek kremlab olamiz. Aytgancha Napoleon haqida 30 ta savolga javobni bemalol HD kanalimizdan topsangiz bo'ladi. Buning uchun faqat podpisatsiya bo'lish kifoya. Napoleonimiz tayyor. Xohlasangiz uyingizga, xohlasangiz zakazga bemalol qilishingiz mumkin. Napoleonni sizlar ham yaxshi ko'rasizlarmi?